Ipekchilik mahallani bilasizlar, Shayxontohurdagi eng qimmat elitli mahallalardan hisoblanadi. Mana shu orqamizdagi 3 qavatli kottejimizni birinchi qavatida xonadonimiz sotilayotgan ekan. 128 kvadratli to'rt xonali klassik yangi remontlari bilan birga bo'lib turibdi. O'zini alohida yerto'lasi ham bor. Yerto'lasi 30 kvadrat metr tashkil qiladi. O'zini hovlisiga ham ega. Xonadonimizning narxlari va zo'r ichkari kiramiz. Batafsil obzor qilamiz. Ketdik. Mana podyezdga xonadonimizga kirib keldik. Mana ko'rdinglar, eshigimiz birinchi qavatdan. Shundoq to'g'ri kirib kelamiz. Xonadonimizning dizayniga alohida e'tibor berasizlar. Sizlar bilan juda ham ko'p neoklassik stildagi xonadonlarni reklama qildik. Minimalizmdan iborat bo'ladi, lekin klassika o'ziga yarasha bejirim bo'ladi. Ko'zingizlar charchab qolmasin, lekin o'ziga yarasha boshqacha atmosfera beradi. Endi bo'lsa obzorni boshlaymiz. Asosiy eshikdan kirganda ko'rasizlar, o'ng tarafdan garderobning qilingan va xonadonimizning xonalarini bitta-bitta ko'ramiz. Oshxonamiz o'ng tarafdan joylashgan bo'ladi. Stroyli mebellari qilingan. Bitta ma'lumot aytaman, xonadonimizda faqat mana shu oshxonaning stroyli mebellari qoladi. Qolgan hamma narsa ketadi. Ko'rishingiz mumkin, bu yoq tarafdan o'zini alohida baksilar, stabilizatorlari qo'yilgan, ko'chaga qaragan derazalari mavjud, hamda astrovoklari ham qo'yilgan ekan. Xonadonimizni obzor qilamiz. Xollga qaytdik. Juda ham keng xoll, ko'rishingiz mumkin. Dizaynini, hamda kartinkalarni chiroyli qilib atmosferani qilib qo'yishibdi va ko'rishingiz mumkin, ushbu xolldan bemalol zal sifatida foydalansak ham bo'lar ekan. Bu yoqdan o'tiradigan zona uchun televizorlar ham qo'yib qo'yilgan. Xullas, 4 xona bo'lgandan keyin bemalol 5 xona qilib mana shu yerdan foydalansak bo'ladi. Navbatdagi ko'radigan xonamiz albatta mehmonxonamiz bo'ladi. Bu yerda ham ranglardan zo'r foydalanishibdi. Lyustralari ilingan, ko'chaga qaragan derazalari mavjud va bu xonadan chiqib yana ko'radigan joyimizda, yana xollga qaytdik. Umumiy hojatxona va yuvinish xonamiz bu yoqdan joylashgan bo'lsa, yon qismidan alohida xolimizdan bu yoq tarafdan garderobli xona bor ekan. Xonadonimizga juda ham kerak xona deb o'ylayman. Va navbatdagi ko'radigan xonamizni ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qilib qo'ysak ham bo'ladi, yoki-da bolalar yotoqxonasi qilib ajratib qo'ysak bo'ladi. Endi bu yotoqxonadan chiqqanimizdan keyin bu yoq tarafda keyingi xonamizni bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini orqa hovliga qaragan derazalari mavjud. Orqa hovlida nimaga aytaman? Xonadonimizning old ko'chasini ko'rdinglar, o'zini orqa tarafda hovlisi ham mavjud. Bemalol agrot qilib foydalansanglar bo'ladi. Yana bitta ma'lumot aytaman, xonadonimizning yerto'lasida 30 kvadrat bemalol sklad uchun joy ajratilgan. Mayda-chuyda narsalarni, kiyimlarni o'sha yoqqa olib chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Oxir ko'radigan xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida o'zini alohida sanuzorlari mavjud, hamma sharoitlari qilingan va o'zini tashqariga qaragan balkoni ham mavjud, ya'ni orqa hovliga qaragan. Xonadonimizni ko'rdinglar, umumiy maydonni eslatib o'taman, 128 kvadrat metr tashkil qiladi, plus o'zini 30 kvadratli podvali bor. Narxini bo'lsa 135 ming dollar bilan startli narx qo'yishdi. Bu dizaynga, bu klassikaga va Ipekchilik mahallasiga juda ham zo'r narx deb o'ylayman. Albatta bu narxlardan yumshatib beradigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar.